Assalomu alaykum do'stlar. Bir obunachimiz ko'plab postlarimiz tagida qaysi tillarni bilasiz ma'nosida xabar qoldirgan ekan. U kishiga demak video javob sifatida yozishga qaror qildim. Demak qaranglar, har bir dasturchi, kuchli dasturchi ko'plab tillarni bilishi kerak. Mening основной o'sha kommersiy deyishadi-yu, ko'plab yillar ishlatib kelgan tillarim bu PHP, Go va JavaScript tillari. Lekin undan tashqari, masalan, C tilida, C tilini juda ham yaxshi ko'raman. Ko'plab kichik dasturlar, o'zimga kerak bo'ladigan dasturlar yozganman. Undan tashqari Pythonda va Javada, C Sharpda o'yinlar yozganman. Yoki bo'lmasam Java va Kotlinda Android uchun dasturlar yozardim. Va nima desam ekan, eng o'zimda bir dasturchi sifatida o'sishim, o'zimda tilimda o'ylab topganim bo'ladi. PHP, Java va C tillaridan ularning kuchli tomonlarini uyg'unlashtirib, o'zimning tilimda o'ylab topganman. U kechqurun o'tirib 11 kechalari ertalabgacha yozib chiqqanman, lekin u narsani yozish uchun necha yillar baribir nazariyani o'qib tushunish kerak bo'lgan. Har bir dasturchiga, tajribali dasturchiga maslahat beraman, o'zingizni tilingizni yozib ko'ring. Uni keyinchalik ishlatmasangiz ham, men ham ishlatmaganman. O'sha dasturlash tillari qanday ishlashi kerakligini, mohiyatini tushunish uchun katta yordam beradi. Undan tashqari dasturchilarni faqat biz internetda ko'rib qolamiz, PHP yaxshimi, JavaScriptmi? Node.js yoki Python shunga o'xshagan narsalarni ko'ramiz. Aslida dasturlash tillaridan tashqari uni atrofida ko'p narsalar bo'ladi. Ya'niki siz dasturlash tillaridan tashqari siz frameworklarda yoki qo'shimcha instrumentlar bor, masalan, Docker deydi yoki Linux operatsion tizimi bor deydi. Demak, dasturlash atrofida ham ko'p narsalar bor. O'shalarni ham yaxshi o'rganishingiz kerak.